Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishlarimiz yana Xudo xolasa o'z yakunini yetdi. Aynalarimizni boshlanish jarayoni bilan bitganini qo'yamiz dedik. Yana bitgan jarayoni bo'ladi. Aynamiz 7000 seriya, ikkala laminatsiyali bo'ladi. Aynamizning ishlanishlarini, shurtlari qatirilgan zanglamaydigan shurtlari, stiklarina kim ishimizni sifatini ko'radigan bo'lsa, bir xil bo'lib turibdi, tekiz olib yine plastikimiz ham ko'rib o'tasiz lazım. Bir xilina hech qanday o'ydi baland yo'q. Aynamızın ishlanishlarini Xudo xolasa garantiyali oldu. Rezinalar ham yopishib bordi. Bu ko'cha tarafdan durishi bo'ladi aynamiz. Aynamiz yine Leader Plus bo'ladi, 7000 seriya. 7000lik qalini. Yine aynamızın içan tarafı yaxshi ko'rsanishi uchun laminatsiyalarni shilib qo'ydik. Yine aynamız yog'och svetrak bo'ladi. Yine içandan ko'rsanishlari kimani chiqib bilmadimdan sveti dum zo'r. Hozir telefonda uncha bilinmasligi mumkin, lekin yog'och svetdan bo'ladi. Zolotoy deb aytiladi. Uyning ichan tarafi chotki bo'lib turadi. Hech qanday dog', sara ishtagan narsa bo'lmaydi oynaga qaraganda. İçandan patagoniklar ham üzerine ko'chadigan svetdan bo'ladi endi. Aynamizni bu ichan tarafi turishlari. Duayna etkizgan mexanizm o'rnatildi bunga. Üst taraf ham egilib ochiluvchan bo'ladi. İki taraflama ochiladi bu hozir. 4 aynamizda ham duayna mexanizm bo'ldi. Patagoniklar ham shu üzerine ko'chadigan svetdan bo'ladi endi. Aynamız yine deşan taraftan görünüşü, içan taraftan görünüşü. İşlerini gördük Xudo xolasa. Bu keyingi zakasımız başlanıp tuttu yine aynamız. İçki taşkı mokri bo'ladi. Hozirgi trenddagi svetimiz. Bir Leader Plus bo'ladi bu. Shu ishlanishlar bir xil. Bu içki taşkı bo'gani uchun bonunda oq polosa bo'ladi yine. Bu içan tarafı bo'ladi, bu deşan tarafı bo'ladi. Yine Leader Plus'ımızın oq sveti. Beli hozir Leader Plus'ımız BAM Akfadan keyingi duruvchi brend bo'ladi. Yine shuni mahsulotlari sifatini ham ko'rishingiz mumkin. İki tarafı laminatsiyalisi, bir yan tarafı laminatsiyalisi, mokri sveti bo'ladi. İki tarafı oqlisi bo'ladi yine. 7000lik, hammasi 7000 seriya bo'ladi, qalini. Hozirgi kunda oqlarini ham shu stiklarni Xudo xolasa garantiyali javobdan ishlarimiz. Ko'cha taraf bo'ladi. Hech qanday ochiq, suv, yomg'irchilikda hech qanday narsa bo'lmaydi. Stiklar qo'shilib ketishlari. Hammasi shunday bo'ladi. Bon taraf stik ham shunday tap-tagiz. Hech qanday bundan stiklarida muammo bo'lmaydi. Aqua brendimiz nechisa BAM shu bir xil bo'ladi stiklar. Ma'lumot o'rnida aytamiz. Akfamiz nechik bo'ladigan bo'lsa, akfada yozuv bo'ladigan birinchi o'rinda turadigan brendimizdan keyingisi bu yine sifatlari akfa bilan barabar. Hozir ishlab chiqarish yo'q bo'lgani uchun konkurensiya yine raqobatbardosh deymi, shu narsasi bu yine ikkinchi firmamiz. Buni bahosi budjetni normalni chiqadi akfa qaraganda. Sifati zo'r, sifatlardan garantiya. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat etaverasizlar.